Sizlarga salom do'stlar, sizlar bilan o'sha Fault Play. Hozir sizlar bilan birga har xil urush haqida bitta mod yukladim. Qanday otishmali, mana bolalar bo'lar ekan, ikkita dushmanlar bo'lar ekan, o'shalar bir-birini otish ekan. Qani buni tekshirib ko'ramiz. Birinchi shularni ko'proq qarshi jangchilarni ko'proq yaratamiz. Ko'proq yaratib qo'yib, endi ularga qarshi chiqadigan mana bu yerga askarlar qo'yamiz. Bolalar ko'rishingiz mumkin, yaxshi mod juda zo'r. Hozir sizlar bilan birga ko'proq bulardan yaratamiz. Bular dushman, qisqacha aytganda, hozir qisqacha lo'nda aytganda terrorist bular. Terroristlarga qarshi mana shu yaxshi askarlar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mod yaxshi. Agar xohlasangiz bu modlarni topish uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling va tez biz agar 1K bo'lsak, Telegram kanal ochamiz va Telegram kanalda shunday zo'r modlar tashlab qo'yamiz. Mayli, xayr do'stlar, video shulardan iborat edi. Mana sizlarga har xil kuchli zo'r modlarni chiqaraman. Xayr, sog' bo'ling.